Ishtixon tumani Zartepa mahallasida yashaydigan 11 yoshli O'rinboy va Dilnura ismli qizaloq hozirda tez-tez qaytalanuvchi glomerulonefrit nefrotik buyrak yetishmovchiligiga chalingan. Bu kasallikda buyrakda mayda qon tomirlar zararlanib, buyrakning to'qimalarida o'tkir va surunkali yallig'lanish ko'rinishida kechadi. Oqibatda siydik ajratish ham o'z izidan chiqadi. Kasallik emas deyapti-da. 8 yil ichida bu allaqachon yaxshi bir buyraklar ishlab ketish kerak edi. O'sha gormon evaziga bo'lsa ham deyapti-da. Ham parhez ovqat yeydi-ku. Bunda naborati bo'lyapti, tez-tez qaytalar. Buyrak charchab qolyapti deydi. Bitta jarayonni to'xtatib beradi, masalan. Qon kam chiqadi. Shu mana qonda ikki xil infeksiya chiqdi bunda ham. O'sha infeksiyalar ham qo'zg'ab boryapti buyrakni. Keyin bu juda charchab qolyapti, organizm kuch yetkazib bera olmayapti, buyrak ishlash pasayib ketyapti-da. Necha yildan beri bunday? Mana shu yil 2016-yildan beri shunday. Maftuna opaning aytishi bo'yicha 7 yildan beri betob yotgan bu qizaloq 1 yil birinchi sonli shahar bolalar shifoxonasida, 6 yildan beri esa viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida davolanib keladi. Maslahatlashib ko'rdik, doktorlar bilan gaplashdik. Ko'ringlar deydi, men bironta homiyman, saxovat berayotgan odamlar bor deydi, qiladigan shuni bir saqlab qolaylik deyapti-da. Iloji bor narsani saqlab qolaylik, bor iloji deyapti. Bunday buyraklar qurab, bunday ishlashdan to'xtamayapti, buyrak ishlayapti. Bittasini olib tashlasak, operatsiya qilsak, balki yaxshi ishlab ketadi. Dadasini ham bitta tomonni olib tashladi. Biz Saxovat Pesha hamyurtlarimizdan Dilnuraning davolanishi uchun baholi qudrat ehson qilinishiga chorlaymiz. Xudo xohlasa inshaalloh nasib etsa yaxshigina bo'lib ketadi. Albatta, ehson qilish uchun boy bo'lish shart emas. Shunchaki xohishni o'zi yetarli. Bu qizalog'imizni ham sog'ayib ketishi uchun atiga 50 million so'm ketar ekan. Mana shuni o'yladik, hamma tomonda o'yladik, bor, hamma narsa bor, mablag' qata qilib, biz endi pul topolmagandan keyin iloji yo'qdi. Shoyat Allohning inoyati, siz-u bizning beminnat yordamimiz va shifokorlarning sa'y-harakati tufayli Dilnura qizimiz dard ko'rmaganday bo'lib ketsin.